Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana Xorazm bozor kanali. Bugun biz yana Xivadamiz. Bugungi sanamiz 9-oktyabr haftaning 4-kuni. Xiva shahri rayonning banesani yanında yangi ochilayotgan Beksatamizning go'sht do'koniga keldik. Xudo xolasa bu go'sht do'kon ertang haftaning juma kuni, ya'ni 5-kun 10-oktyabr kuni shu go'sht do'kon ochiladi. Azangi soat 7 da go'sht tayyorlanadi. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Va go'shtni bahosini ham arzon bahoda qo'yib bermanda tutdilar. Ya'ni ochilish munosabati bilan xudo xolasa hozir so'yladan o'kizdan go'shtamiz, adreslar ham tushuntirib o'tamiz. Agar uylaringizda so'yladan o'kizlaringiz bo'lsa, samiz zo'ri bo'lsa, telefon qilinglar, kelishadigan narxda xarid qilamiz deb tutdilar. Faqat o'kiz bo'lishi kerak. Videoni boshlaymiz, adresini tushuntirib o'tamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mendan Beksatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, saqlanajaqsizmi? Xudo xolasa. Bugungi sanamiz 9-oktyabr, ertang 10-oktyabrdan ochib berasiz beri, xudo xolasa. Juma kuni xudo xolasa. Aynen. Azan saat neçədə açılады beri? Azanda saat 7'de teyaratamız da. 7'den? Bu neçə kilo geldi? Selçam 650 kilo geldi ağa. Plus minus 2 kilo, 3 kilo sikəmiz. Bunu akşam Şavat Mal Bazarda aldım dediniz. Ava, xudo xolasa Şavat Bazarda. Şavat Mal Bazarda alıngan. Misliniz zor. Yağsız, sifətli mal ağa. Xudo xolasa. Mazalat verərimiz, gələrsinlər. Aynen. Adresi qısqaça tushuntiradigan bo'lsak, hurmatli obunachilarimiz, Xiva shahar rayonning banesani yanında joylashgan bo'ladi. Banamiz nima edi? Banamiz Könara Domlu köprünün yanı. Könara Domlu köprünün yanı. Eskira Domlu köprünün yan başında ötçede. Aha. Yol üstünde xudo xolasa. Yolun üstünde. Bana gitsek Şükrana Bazar'a getemedik. Ava, Şükrana Bazarı Sitapora yetmiyor. Şükrana Bazar'a Sitaporuna yetmiyor. Yok. Aynen. Canavar. Xudo xolasa. Mislini zor. Tanıdımı neçədən qoyub verəsiz ertəng xudo xolasa? Xudo xolasa 115 ming so'mdan qo'yib beramiz deb niyat etdik ağa. 115 ming so'mdan, ha? Ava. Endi shu ikizni xudo xolasa 115 ming so'mdan qo'yib beriladi. Ertang go'shtdan kelaverasizlar. Sig'ir, qisir, unajin narsa aralashtirib o'tiribsiz. Yo'q, xudo xolasa. Faqat o'kiz. Faqat o'kiz nasib etsa. Niyatimiz qalqon mazalı go'sht yetirib berish. Uylarında bo'lsam olaverasizmi? Ava, xudo xolasa uylarında bo'lsam kelishib olaveramiz. Teraziye o'lchatmay. Dik ayakında mı fark yok. Naq pul üstünde verip alamiz xudo xolasa. Naq pul üstünde. Xolasanızda soyuşa ayakında teraziye farkı yok. Tondan ziyad olsam bo'laveradi. Farkı yok, ketaveradi xudo xolasa. Gündeki soyulacak malını şöyle baylak koyup gözetip halkımıza soyaverasiz. Xudo xolasa ava, biz etini şöyle baylanadi soyulmasından bir gün burun. Şu mal hakikaten şu mal soyuladı. Kellesi masal koyuladı şöyle. Canavar, xudo xolasa mislini zoru. Ertang 115 ming so'mdan Beksat qassobni go'sht do'konidan kelaverasizlar. Hozir molni shora bir baylab beramizdan go'sht do'konida bir sharoitlardan go'shtni beramiz. Banamiz Xiva shahar rayonning banesani yanında bo'ladi. Lokatsiyasini ham qo'yib o'tamiz kommentariyada. Ertang 10-oktyabr kuni azonda soat 7 yang. Ava 7'ye teyratamiz xudo xolasa. 7'ye tayyorladi. Go'sht do'konini sharoitlaridan sizlarga bir qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa konditsionerlar, xolodilniklar, morozinlik, Meşhurufkalar qo'yilgan. Suyak kasadan ham keldingiz xudo xolasa. Ava, xudo xolasa toza. Yirikli go'shtlarni kasb taxlab berasiz. Ava, zabat. Xudo xolasa xalqimizga yetiramiz. Xudo xolasa toza go'shtxona, albatta birdan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa o'ng bo'lsin deb kommentariyada yozib qo'yinglar. Hamma narsalar tozadan. Ertang ochilish marosim munosabati bilan 115 ming so'mdan go'sht xudo xolasa o'kiz go'shti. Chiroyli deb o'lchab berasiz xalqimizga. Xudo xolasa xalqimizga shu mazalat beramiz. 115 ming so'mda bu suyga qo'shib beramiz. Mazalat beramiz ozgina suya hisobi bilan. Rahmat aytganlar bo'ldi. Ava, rahmat aytsalar bo'ldi xudo xolasa. Azongi soat 7 dan kechki soat nechacha ishlaydi? Soat 5gacha. 5gacha. Endi go'sht qolmasligini qarab. Ava, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, shu toza go'shtxonaga kelaverasizlar. Xivali yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, banamiz Könara Domlu ko'piridan. Ava. Könara Domlu ko'piridan o'tgandan keyin rayonning banesani yanında bo'ladi. Onamiz Şükrana Bazar'a qarab ketaverish. Sitaporni yanında yetdi. Sitaporni yana undan svetofor mana. Svetofor o'tib ketmişsa-da. Burada bo'ladi xudo xolasa bemalol kelaverasizlar.